Demek sizler bilan birgalikda hozir fotoeffekt hodisasini pit simulyatori modeli yordamida kuzatamiz. Hurmatli talabalar, biz siz bilan hozir fotoeffekt hodisasini pit simulyatori yordamida modellashtirilgan varianti bilan tanishib chiqamiz. Undan oldin qurilma, o'sha fotoeffektni amalga oshirish qurilmasi nimalardan tashkil topganini tanishib chiqsak. Shisha kolba, shisha kolba ichida vakuum hosil qilinadi. Va bu yerda ikkita elektrod mavjud. Bu elektrodlar demak katod va anod deb ataladi. Ularga potensial berish uchun o'tkazgich simlar bilan katod bilan anod ulanadi. Agar bu yerda zanjirda tok hosil bo'ladigan bo'lsa, uni ampermetr yordamida kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Potensialni o'sha katod anodga berilgan potensialni qiymatini oshirib kamaytirish uchun mana bu yerdan tugmachadan foydalanib turib potensialni oshirish yoki kamaytirish yoki manfiy potensial berish mumkin. Bundan tashqari demak o'sha katod sirtiga tushayotgan yorug'likni intensivligini o'zgartirish uchun, intensivligini oshirib kamaytirish uchun va unga tushayotgan yorug'likni chastotasini, ya'ni energiyasini oshirish uchun yoki to'lqin uzunligini o'zgartirish uchun biz bilamizki, energiya to'lqin uzunligiga teskari proporsional va chastotaga to'g'ri proporsional bo'ladi. O'zi fotoeffekt deganda biz demak moddalarni sirtiga yorug'lik tushgan paytda unda moddalar elektronlarni o'sha ajralib chiqish hodisasiga aytiladi va fotoeffekt, ichki fotoeffekt va tashqi fotoeffektni biz bilamiz. Demak bizlar bu yerda hozir siz bilan birgalikda tashqi fotoeffekt hodisasini kuzatamiz. Buning uchun demak o'sha katodni sirtiga tushayotgan material har bir yerda bir qancha materiallar uchun, ya'ni bu yerda mana bu natriy, sink, mana bu kuper, mis, platinum va kalsiy materiali bor va noma'lum material bor. Demak, shu materiallarni qo'yish orqali katod uchun demak biz katod materiali uchun nimalar ko'rib chiqishimizga to'g'ri keladi. Endi keling, hozir biz o'sha natriyni tanlab olamiz. Katod materiali natriy bo'lsa, unga demak yorug'likni chastotasini yoki to'lqin uzunligini oshiramiz, energiyasi kamayadi. Demak, o'sha qizil nur dastlab tushayotgan paytda hech qanday fotoeffekt kuzatilmaydi. Fotoeffektning chegarasi shundayki, demak, unga tushayotgan to'lqinning o'sha to'lqin uzunligi ma'lum bir to'lqin uzunligidan boshlab, ya'ni energiyasi chiqish ishiga teng bo'lgan paytda boshlab uning sirtidan elektronlar chiqa boshlaydi. Xo'p. Mana elektronlar chiqa boshladi. Demak, chiqayotgan elektronlarni demak nimaga yetib borishida uni kinetik energiyani orttirish uchun potensiallar farqini orttiramiz yoki unga tushayotgan yorug'likni energiyasini orttirish orqali uni tezligini, ya'ni kinetik energiyasini orttirishimiz mumkin bo'ladi. Undan chiqayotgan, ya'ni katoddan chiqayotgan elektronlarni sonini orttirish uchun unga tushayotgan yorug'likni intensivligini orttiramiz. Natijada undan chiqayotgan elektronlarni soni demak ortadi intensivligi ortishi bilan. Mana. Shunday qilib fotoeffekt jarayoni bu yorug'lik ta'sirida moddalardan elektronlarni ajralib chiqish hodisasiga aytiladi. Va bu kvant fizikasida tushuntiriladi bu hodisalar va buning fotoeffektga oid Einsteinning ikkita qonuni bor. Demak, ana shu qonunlarni tushuntirishda fotoeffektdan foydalanamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Demak, hozir sizlar bilan birgalikda fotoeffekt hodisasini modellashtirish jarayonini ko'rib o'tdik va fotoeffektning umuman olganda biz o'sha tahlil qilishga o'tamiz. Fotoeffektni tajribadagi chizmasi bilan tanishib chiqsak, demak,
Bu yerda shisha balon, ya'ni kolba deb ataladi. Keyin yorug'lik manbai, katod, anod, bu yerda voltmetr, ya'ni potensiallar farqini aniqlash uchun, mana bo'lsa ampermetr va rheostat zanjirdagi tokni qiymatini yoki potensialni o'ziga nazorat qilish uchun tok manbai bo'ladi. Va demak bu yerda fotoeffekt qonunlarini o'rganamiz. Keling fotoeffekt qonunlarini tahlillashga o'tsak. Bu yerda demak bu fotoeffekt qonunlari volt amper fotoeffektning volt amper xarakteristikasi yordamida tushuntiriladi. Ko'rib turganimizdek, o'sha birinchi bu grafik shunday grafikki, bu yerda katodni sirga tushayotgan intensivlik maksimum bo'lganda, o'sha biron bir maksimumga erishgan paytda, keyin u yerdan chiqayotgan elektronlar soni orta boradi va ma'lum bir qiymatdan keyin o'zgarmay qoladi. Demak, buni biz milliamper metodida sezamiz, ya'ni intensivlikni oshirgan sari, demak, o'sha katodni sirtdan chiqayotgan fotoelektronlar soni ortib borib, keyinchalik fotoelektronlar soni o'zgarmasdan qoladi va bu holatni demak to'yinish toki deb ataladi. Keyingi holatda bo'lsa, demak, o'sha nimani orttirish uchun, fotoelektronlarning sonini orttirish uchun biz tokni orttirish uchun unga tushayotgan yorug'likni o'sha chastotasini o'zgartiramiz, ya'ni energiyasini o'zgartiramiz va bunda yana demak chiqayotgan elektronlarning soni ortib borib, ma'lum bir qiymatga yetgandan keyin to'yinish toki hosil bo'ladi. Va bu yerda chiqayotgan fotoelektronlarni demak potensialni almashtirish orqali, ya'ni anodga manfiy berib, katodga musbat berish orqali o'sha fotoeffekt keskin to'xtatish mumkin bo'ladi va bu to'xtashdagi potensial to'xtatuvchi potensial yoki tormozlovchi potensial deb ataladi. Demak, to'yinish fototoki katoddan chiqayotgan barcha elektronlar anodga yetib keladi shu zahoti va bu to'yinish toki n ko'paytirilgan y bo'ladi va elektron zaryadi o'zgarmas bo'lgan paytda, demak, bu yerda konsentratsiyaga to'g'ri proporsional bo'ladi. To'xtatib qoluvchi kuchlanish fototok 0 ga teng bo'ladigan teskari kuchlanishning minimal qiymati bo'lsa, quyidagi ifoda bilan aniqlanadi. Yorituvchi yopuvchi potensial, ya'ni tormozlovchi potensial to'xtatib qoluvchi kuchlanish tushayotgan yorug'lik oqimi jadalligiga bog'liq bo'lmay, yorug'likning chastotasi ortishi bilan chiziqli ravishda ortib boradi. Oldingi slaydimizda bu haqida gapirgandik. Demak, to'yinish tokini, ya'ni ikkinchi grafikni hosil qilish uchun, demak, bu yerda yorug'likni intensivligini o'zgartirishimizdan foyda yo'q. Endi biz yorug'likni energiyasini o'zgartirishimizga to'g'ri keladi, ya'ni chastotasini orttirish orqali biz erishamiz. Bu yerda n katoddan 1 sekundda chiqadigan elektronlarning soni, m elektronning massasi, y bo'lsa elektronning zaryadi, f elektronning tezligi. Demak, fotoeffektni birinchi qonuni bu katodga tushayotgan yorug'likning belgilangan chastotada yoki birlik vaqtda katoddan ajralib chiqayotgan fotoelektronlar soni yorug'lik jadalligiga proporsional bo'ladi. To'yinish fototoki kuchi katodning energetik yorug'ligiga proporsionaldir. Demak, yorug'lik manbai quvvati, tushayotgan yorug'lik jadalligi, tushayotgan fotonlar soni, urib chiqayotgan elektronlar soni to'yinish tokiga olib keladi. Demak, bu o'zaro bir-biriga mantiqiy bog'lanish deb ataladi. Fotoeffektning ikkinchi qonuni. Fotoelektronlar boshlang'ich tezligining maksimum qiymati katodga tushayotgan yorug'lik jadalligiga bog'liq bo'lmay, faqat chastotaga bog'liq bo'lib, uning oshishi bilan chiziqda o'sib boradi. Ya'ni y teng h nu. Bu yerda demak tushayotgan yorug'likning chastotasi, tushayotgan fotonning energiyasi, elektronlarning energiyasi,
fotoelektronlarning tezligi va fotoelektronlarning kinetik energiyasi. Bularning hammasi demak o'sha fotoeffektning ikkinchi qonuniga nisbatan mantiqiy bog'lanish deb ataladi. Fotoeffektning 3-qoidasi har bir modda uchun fotoeffekt qizil chegarasi mavjud. Ya'ni yorug'lik nu, nol, minimal chastotasi mavjud bo'lib, bu chastota yorug'likning istalgan jadalligida fotoeffekt boshlanadi. Ya'ni nu minimum A bo'lingan H, bu A moddadan elektronlar chiqishi va lambda maksimal, chunki chastota to'lqinlariga teskari proporsional bo'lishi uchun lambda maksimal bu Hs bo'lingan A ga teng bo'ladi. Einstein nazariyasi yorug'lik tarqalishini uzluksiz to'lqin jarayoni deb tasavvur qilmay, uni fazoda diskret yorug'lik quvvatlari oqimi sifatida, vakuumda esa S tarqalish tezligi, ya'ni S tarqalish tezligi bilan harakatlanadi deb hisoblash kerak. Bu elektromagnet nullanish quvvatlari fotonlar deb ataldi va fotonning energiyasi h nu ga teng bo'ladi. Bu yerda h Planck doimiysi va tinch holatda fotonning massasi 0 ga teng bo'ladi. Fotonning massasi, demak, harakatlangan paytda quyidagi ifoda bilan topiladi va fotonning impulsi bo'lsa ushbu qiymatlarga teng bo'ladi. Fotoeffektning Einstein tenglamasi fotoeffektning. Katodga tushayotgan foton energiyasi elektronlarning metaldan chiqish ishi A energiyasi va chiqayotgan fotoelektronlarning kinetik energiyasiga berishga sarf bo'ladi va bu yerda h nu A plusdan m muqaddasam 2. Bu yerda Einstein tenglamasining boshqacha ko'rinishi bu J U h nu minusdan A ga teng bo'ladi. Moddadan elektronlarning chiqish ishi uchun zarur bo'lgan minimal energiya elektronlarning chiqish ishi deb ataladi va minimal chiqish ishi kechirasizlar h nu minimal yoki h taqsim lambda maksimalga teng bo'ladi. Ayrim metallar uchun fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi tushayotgan yorug'lik chastotasiga bog'liq bo'ladi. Demak, ordinator o'qida kesilgan kesmalar metallardan elektronlarning chiqish ishiga miqdor jihatdan teng bo'ladi. Bu xulosa, demak, katod materialiga bog'liq bo'lmay, Planck doimiysi h ga miqdor jihatdan teng bo'ladi va to'g'ri chiziq burchagining tangenisi h Planck doimiysining elektron zaryadga nisbatiga teng ekanligini biz bu yerdan ko'rib turibmiz. Va Compton effekti foton moddani elektron bilan elastik to'qnashadi, unga o'z energiyasini va impulsini bir qismini uzatadi, harakat yo'nalishi o'zgaradi. Demak, bu chizmani tahlil qilgan bo'lsak, Compton effekti asosan shu yorug'likning zarra nazariyasini isbotlovchi nazariyalardan bittasi hisoblanadi va shu, demak, haqiqatan foton zarra xususiyatga ega bo'lgan bo'lsa, u zarra bilan ta'sirlashi kerak bo'ladi. Ya'ni elektron bilan ta'sirlashgan paytda uning to'lqin uzunligi o'zgaradi, chastotasi o'zgaradi va elektron bo'lsa unga impuls oladi. Demak, ultrabinafsha to'lqinli elektromagnet nurlanishining moddadagi erkin elektronlarda to'lqin uzunligi oshishi bilan bog'liq elastik sochilishi Compton effekti deb ataladi. Demak, bu yerda E gamma h ning fotonning energiyasi, fotonning impulsi, demak, tinch holatdagi elektronning energiyasi va elektronning massasi qaraladi. Quyidagi pastdagi ifoda bo'lgan bo'lsa, bu ifoda energiyani saqlanish qonuniga muvofiq, energiya saqlanish qonuni ifodalaydi, impuls saqlanish qonuni ifodalaydi va bu yerda